ingliz tili o'qituvchisiman va men qaysi o'quvchi natija qila oladi aniq bilaman. Bunga 3 ta faktor bor. Ungacha obuna bo'ling. Uchinchisi aynan siz haqingizda bo'lishi mumkin. Birinchisi, har doim SMS xabarlarga e'tibor bering. Bu eng muhim signallardan bittasi. Chunki o'sha SMSlarda o'quvchilar o'zini haqiqiy xarakterini ko'rsatadi. Chunki ba'zi bir odamlar SMSda aynan botirroq, jasurroq, hamma narsani qila olaman deb aytishi mumkin, lekin hayotda kelganda, sinfxonaga kirganda qo'lidan hech nima kelmasligi mumkin. Ikkinchisi stabillik, ya'ni har doim darsga keladigan o'quvchi bilan haftada bir marta ko'rinib ketadigan o'quvchini natijasi har doim bir xil bo'lmaydi. Uchinchisi esa bu darsga faol emas, so'zlarni yaxshi yodlamaydi yokida biror bitta vazifa bersangiz hammadan keyin lekin qilib bajaradigan o'quvchilarda, aynan taslim bo'lmaydigan o'quvchilarda bir kun albatta natija bo'ladi. O'quvchini baholayotganda u qanchada natija qiladi emas, balki u qachongacha taslim bo'lmasdan oxirigacha bora oladi deb analiz qilish kerak.